Dyumchaxon. Muallif Gans Christian Andersen. Edward Grieg musiqasi. Qadim zamonda bir ayol yashagan ekan. U qani edi mening ham farzandim bo'lsa deb ko'p xayol surar ekan. Bir kuni u keksa bir sehrgar kampirning huzuriga boribdi va debdi: Farzandim bo'lishini xohlayman. Menga yordam qila olasanmi? Mana senga urug'. Uni gultuvakka ekkinda nima bo'lishini kut. Ayol sehrgar kampir bilan xayrlashib uyiga qaytibdi. Urug'ni gultuvakka ekkan ham ediki, birdan undan loladek ajoyib gul unib chiqdi. Ammo uning gul barglari, hali ochilmagan g'unchasi mahkam siqilgan edi. Qanday nafis gul. Dedi ayol va chiroyli olachpor gul barglarini o'pib qo'ydi. Birdan nimadir sharaqladi-yu, gul ochildi. U xuddi lola gulining o'zidek edi. Piyolasida, yashil stulchada kichkinagina qizcha o'tirardi. U juda kichkina, nozik, bo'yi bir dyumcha kelardi. Mitti bo'lgani uchun unga Dyumchaxon deb ism berishdi. Bolalar, dyum nimaligini bilasizmi? Faraz qilaylik, siz biror narsa, buyum, masalan, qalam, qoshiq yoki o'yinchoqni o'lchamoqchisiz. Odatda santimetr lentasidan foydalanamiz. Ayrim mamlakatlarda esa dyumdan foydalanadilar. Dyum bu oyingizning tirnog'idan salgina kattaroq degani. Dyumchaxonning bo'yi bor yo'g'i bir dyum kelardi. Shunday mitti ediki, gul g'unchasi ichiga bemalol joylashar, dumaloq yong'oqning po'stlog'i uning karavoti, binafsha gullari to'shagi, atirgul yaprog'i esa adyol edi. Bir kuni tunda Dyumchaxon kravatida uxlab yotganida derazaning siniq joyidan katta qurbaqa kirib keldi. Mana o'g'limga tayyor kelin, dedi qurbaqa va qizcha yotgan yong'oq po'stog'ini olib bog'ga sakrab chiqdi. U yerdan katta, keng daryo oqib o'tardi. Qurbaqa o'g'li bilan shu yerda yashardi. O'g'lini ko'rsangiz edi, jirkanch, badbashara. Quaq. Dedi qurbaqaning o'g'li Dyumchaxonni ko'rganida. Jim bo'l. Uyg'onib qolsa qochib ketadi. Dedi keksa qurbaqa. Uni nilufar guliga asta o'tkazib, daryoni o'rtasiga olib borib qo'yamiz. U yerdan hech qayerga qochib keta olmaydi. O'zimiz esa koshonamizni tartibga keltirib olamiz. Axir seni uylantiraman, o'g'lim. Bolalar, nilufar guli qanday bo'lishini bilasizmi? Bu suvda o'sadigan chiroyli gulli o'simlik. Uning katta yassi barglari bor. Qurbaqalar uning katta barglarida o'tirishni yaxshi ko'rishadi. Bechora Dyumchaxon ertalab barvaqt uyg'onib, qayerga kelib qolganini ko'rdi-yu, yig'lab yubordi. Atrofi suv, qirg'oqqa qanday chiqishni esa bilmaydi. Shu payt qurbaqa o'zining xunuk o'g'li bilan suzib keldi. Ular Dyumchaxonning chiroyli kravatchasini olib, kelin kuyovning yotoqxonasiga qo'yishmoqchi edi. Mana meni o'g'lim, seni bo'lajak turmush o'rtog'ing. Quaq. Qurbaqaning o'g'li faqat shunday deya olardi xolos. Ular karavatchani olib suzib ketishdi. Qizcha esa yashil barg ustida yolg'iz qoldi va nima qilishini bilmay yana yig'lay boshladi. U qurbaqa bilan birga yashashni, uning jirkanch o'g'liga turmushga chiqishni istamasdi. Mitti baliqchalar kelinni ko'rish uchun suvdan boshlarini chiqarishdi. Shunday yoqimtoy qizchaning qari baqa bilan yashashini o'ylab, unga achinadilar. Yo'q, bunga yo'l qo'ymaslik kerak.
Baliqchalar gulning poyasi atrofida to'planib, uni tishlari bilan g'ajib tashladilar. Gul poyasidan uzilib, oqim bo'ylab suzib ketdi. Uning ustida o'tirgan Jumchaxon esa tobora uzoqlashib borardi. Ana endi qari baqa unga yetolmasdi. Uzoqdan tilla qo'ng'iz uchib kelardi. U Jumchaxonni ko'rib, panjasi bilan nozik belidan tutdi-da, daraxtga olib chiqdi. Tilla qo'ng'iz qizcha bilan daraxtning eng katta yashil bargi ustiga qo'nib, uni shirin gul sharbati bilan mehmon qildi va yoqimtoy qizligini aytdi. Keyin esa boshqa tilla qo'ng'izlar uchib kela boshlashdi. Qizchani boshdan oyoq ko'zdan kechirgan qo'ng'iz qizlar shunday deyishdi. Uning faqat ikkita oyog'i bor ekan. Bu ham achinarli-ki. Belichi juda ingichka ekan. Xuddi odamga o'xsharkan. Biram xunuk. Qo'ng'iz qizlar nima desa deyishsin, ammo Jumchaxon juda yoqimtoy edi. Uni olib kelgan tilla qo'ng'izga ham qizcha yoqib qolgandi. Ammo uni xunuk deyishganidan keyin ortiq ushlab turishni xohlamadi. U bilan birga daraxtdan uchib tushib, qizchani moychechak ustiga o'tkazdi-da, uchib ketdi. Butun yoz Jumchaxon o'rmonda yolg'iz yashadi. Shirin gul changini yeb, qornini to'ydirdi. Har kuni ertalab gul yaproqlari ustida hosil bo'ladigan shudring suvini ichdi. Shunday qilib yoz bilan kuz o'tdi. Uzoq va sovuq qish ham yetib keldi. Qor yog'di. Har bir qor parchasi qizcha uchun, xuddi biz uchun bir belkurak qordek edi. Axir biz kattamiz. U esa bor yo'g'i bir jum xolos. Qizcha kelib qolgan o'rmon yonida bir sichqon yashardi. Uning uyasi don-dun va boshqa oziq-ovqat bilan to'la edi. Jumchaxon sillasi qurib, sichqonning uyasi oldiga keldi va bittagina don berishini so'radi. 2 kun hech nima yemagandi-da. Bechora, dedi dala sichqoni. U aslida mehribon edi. qani ichkariga kir. Isinib, men bilan birga ovqatlanasan. Qizcha sichqonga yoqib qoldi va u shunday dedi. Qishni menikida o'tkazishing mumkin. Faqat xonamni yig'ib terasan va menga ertaklar aytib berasan. Jumchaxon sichqon nima buyursa hammasini bajarib va ko'p o'tmay u bilan yaxshi chiqishib ketdi. Yaqinda biznikiga mehmonlar kelishadi, dedi dala sichqoni. Qo'shnim odatda bir haftada bir meni ko'rgani keladi. U mendan ancha yaxshi yashaydi. Uyasida katta mehmonxonalari bor, egniga baxmal po'stin tashlab yuradi. Qani endi unga turmushga chiqsang, hech nimaga muhtojlik sezmasding. Afsuski u ko'r, seni ko'ra olmaydi, ammo sen unga o'zing bilgan eng yaxshi ertaklarni aytib ber. Ko'rsichqon mehmonga kelganida qizcha qo'shiq aytib berishga majbur bo'ldi. Tilla qo'ng'iz 3, tilla qo'ng'iz 3. Qizcha shunday yoqimli kuyladiki, ko'rsichqon ovoziga mahliyo bo'lib, uni yoqtirib qoldi. Ko'rsichqon o'z uyidan dala sichqonining uyasi eshigigacha yer ostidan uzun tunnel qazib, sichqon bilan qizchaga shu yo'lak bo'ylab sayr qilishga ruxsat berdi. Faqat yo'lakda yotgan muzlab qolgan qaldirg'ochdan qo'rqmasliklarini so'radi. Qizchaning qaldirg'ochga rahmi keldi. U quruq o'tlardan katta gilam to'qib, zax yerda biroz bo'lsa ham isinishi uchun uni qush ustiga tashlab qo'ydi. Tanasiga issiqlik kirib, qaldirg'ochning yuragi ura boshladi. U sovuqda muzlab qolib, uyquga ketgandi. Endi esa tanasiga issiqlik yugurib, o'ziga kela boshladi. Qaldirg'och qishni shu yerda o'tkazdi. Jumchaxon esa uni parvarishladi. Bahor kelib,
quyosh kunni qizdira boshlagach, qaldirg'och qizcha bilan xayrlashib uchib ketdi. Yozda o'zing uchun sep tayyorlashingga to'g'ri keladi. Dedi dala sichqoni. Baxmal po'stin kiygan qo'shnisi qizga sovchi qo'ygan edi. Qizcha bu yangilikdan yig'lab yubordi va ko'r sichqonga turmushga chiqmoqchi emasligini aytdi. Bas qil. Dedi keksa sichqon. Faqat injiqlik qilma. Bo'lmasa seni tishlab olaman. Tishlarimni ko'ryapsanmi? Xursand bo'lsang-chi, shunday oliy janob ering bo'ladi. Qirolichaning o'zida ham unikidek baxmal po'stin yo'q. Oshxonasi ham, yerto'lasi ham to'la. Shunday uchrab turganiga shukr qilsang-chi. To'y kuni ham yetib keldi. Ko'r sichqon qizchani olib ketgani keldi. Dyumchaxon endi uning ortidan ergashib, chuqurdan chuqur yer ostidagi uyasida yashashi va boshqa hech qachon quyoshni ko'rmasligi kerak edi. Chunki ko'r sichqon quyoshni yomon ko'rardi-da. Dyumchaxon so'nggi bor quyoshga qarash uchun tashqariga chiqdi. Xayr quyoshim, xayr. Keyin u shu atrofda o'sib turgan kichkina qizil gulchani qo'liga oldi va dedi: Qaldirg'ochni ko'rsang, unga mendan salom ayt. degan ovoz eshitildi birdan uning boshi uzra. Dyumchaxon boshini ko'tarib, shu tarafdan uchib o'tayotgan qaldirg'ochni ko'rdi. Qaldirg'och ham qizchani ko'rib, xursand bo'ldi. Qizcha esa yig'lab, ko'r sichqonga turmushga chiqishni va u bilan hech qachon quyosh nuri tushmaydigan chuqur yer ostida yashashni xohlamasligini aytdi. Hademay sovuq qish keladi. Dedi qaldirg'och. Men uzoq-uzoqlarga, issiq o'lkalarga uchib ketaman. Sen men bilan ketasanmi? Ha, sen bilan ketaman. Dedi qizcha va qushning yelkasiga minib, belini qushning eng katta patiga mahkam bog'ladi. Shunday qilib ular go'zal o'lkalarga birga uchib ketishdi. Bu yerlarda quyosh yanada yorqinroq nur sochar, yashil va qora uzumlar o'sardi. Ko'm-ko'k ko'l qirg'og'ida yashil daraxtlar orasida qadimiy oq marmar saroy qad ko'tarib turardi. Uzum novdalari uning baland ustunlariga chirmashib ketgan, tepada tom ostida qaldirg'och uyalari ko'rinib turardi. Qaldirg'och shu uyalardan birida yashardi va qizchani uyasiga olib keldi. Mana mening uyim. Dedi qaldirg'och. Sen pastdan bironta chiroyli gulni tanla. Seni unga chiqarib qo'yaman. Qaldirg'och pastga tushib, qizchani katta gul yaproqlaridan biriga o'tkazdi. Shu payt mo'jiza yuz berdi. Gul kosachasida kichkina odamcha o'tirardi. Boshida oltin toj yarqirab turar, yelkasida yaltiroq qanotlari hilpirab turardi. O'zi esa Dyumchaxondan katta emas edi. U elf edi. Har bir gulda qiz yoki o'g'il bola elf yashaydi. Dyumchaxonning yonida o'tirgani esa elflar qiroli edi. U qanday chiroyli, deb shivirladi qizcha qaldirg'ochga. Mitti qahramonimizni ko'rgan elf juda quvonib ketdi. U bunday yoqimtoy qizni uchratmagandi. U boshidagi tilla tojini yechib, Dyumchaxonning boshiga kiydirdi-da, uning ismini elflar qirolichasi, gullar malikasi bo'lishni xohlamasligini so'radi. Mana haqiqiy kuyov. Baxmal po'stin kiygan ko'rsichqon yoki baqaning jirkanch o'g'li emas. Qizcha rozi bo'ldi. Shu payt har bir guldan elflar uchib chiqdi. Ular Dyumchaxonga sovg'alar berishdi. Sovg'alarning eng yaxshisi bir juft qanotlar edi. Uni qizchaning yelkasiga mahkamlashdi va endi u ham guldan gulga uchib yura olardi. Endi seni Dyumchaxon deb chaqirishmaydi, dedi elf. Bu chiroyli ism emas.
Sen esa judayam yoqimtoysan. Endi seni Maya deb chaqiramiz. Barcha elflar gullar uzra aylanib raqs tushishdi. Qaldirg'och esa uyasida o'tirib, o'zi bilgancha qo'shiq kuylardi. Sovuq o'lkalarga bahor kelganida qaldirg'och o'z yurtiga otlandi. Xayr, xayr. deb chug'urladi u kichkina dugonasiga va dengizlar, tog'lar, daryolar osha yurtiga uchib ketdi. U yerda ko'p ertaklarni biladigan bir odamning uyining derazasi ustida uning uyasi bor edi. Qaldirg'och unga Dyumchaxon haqida aytib berdi. U esa boshqalarga so'zladi. Biz ham mitti qizchaning hikoyasini undan eshitganmiz. Aqlvoy kanali ko'magida ovozlashtirildi.